Aziz do'stlar, Qarshi mashina bozoridan Tiko so'raganlar uchun Tiko ko'rsatib o'tib ketamiz. 2000 yili 2 oq rangda Tiko. Ko'ringlarchi. Nimaga? 2000-yil Tiko avtomobili. Metan gaz? Propan. Motorlarda ishim yo'q? Motor, xatovoy hammasi Qilingan. Kraska qanday? Kraska bo'lgan. Balonga sal anav qilish kerak ekan, almashtirish kerak ekan. Suyak butun, ha? Suyak butun. Kraskalari bor. Arqani bitta bu ochib bering endi. Endi qiziq joyi arqasi ham hozir so'rab qolamiz. Tag'ina bir tekshirib Bu arkasini ham ochinglar endi. Yaxshi ekan-ku ko'rinishlar. O, nechtalik metan bola? Propan. Bu nechta? 30 talik. Ana aziz do'stlar, kichkinagina baloncha propanda Tiko avtomobili. Choklari joyida. Chunka bo'lganmi? Chunka bo'lgan. Chunka bo'lgan ekan. Propan 30 talik. Narxi nech bo'lyapti? 25 million kami bor. 20 so'rab bo'ldi. Bozor girmasa Bozor oxiriga ko'raydiganda so'raman. Mabodo endi sotilsinda qaytib qolsa, aka 20 bermagan ekansiz. Naqsini endi beraveramiz ha? qaraymiz-da. Telefon qilamiz. Telefon qilib vaqt puli bilan. Pul to'lashga yordam qo'yamiz. Yo'q. O'zi 20 million puli. O'zi 20 million pul, mol polini sotdi, 10 million. 25 deyapman. Telefon nomerini aytib yuboring. Keyin Jigulga o'tamiz. Reys bu 91lik 222 Bo'ladimi? bo'ladi, sen ularni oldir oldi. 221. Qarang, 91lik 220. 222 3307. 3307. 3307 akamizga chiqdi. Aloqa qilaverasizlar. Tiko so'raganlar uchun. Aziz do'stlar, videoga like, kanalga obuna bo'lib, kanalni kuzatasizlar degan umiddamiz. Mehnatimiz qadrlagan holda Qarshi mashina bozoridamiz. Qanday qo'yapsiz? Sog' bo'lasizlar. Qani? Hozir mana bilan oldirgin, ketamiz. Hozir berganimcha Shu mashina bozorida like'lar bosamiz.